Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi videoga Urganch shahrida ham qurilgan binamiz 2-qavatida 90 metr kvadrat 3 xonali kvartiramiz sotib ochiq narxi kelishgan holda beriladi. Doğrumuz Kamush Gamburg, Palon dükanımız. Bu chorrahamiz hammamiz bilan obunachilarimiz 7 marshrutin oxiri yangi televideniyada ekan bo'ladi. Challar bilan to'qnashuv qiladi. Birinchi qavatda noturar dükanlardan iborat ekan obunachilarimiz. Endi hurmatli obunachilar, kvartirani to'liq obzor etsak, podyezdimiz go'zatdik ana 2 xonadondan iborat ekan. Binamız yangi 5 qavatli binamız 2-qavat 90 metr kvadrat. Bismillahirrahmanirrahim deb obzor etsak, oshxonamiz 2 qator shpaqlobka bo'lgan. Hali odam yashagan patoloqlarimiz natijada berdi. Yana bir xonamiz, balkon, santexnik ishlar bitgan, tok montajlar ham bitgan. Yana oq sivil chiroylatib o'tirgan. Oshxonam keng, oshxonam 223 razmerda. Prihoshganimiz shuning. Bu xonamizga kelsak, bu xonamiz 760 320 razmerda ekan bu. Mehmonxonamiz dum katta hajmdagi. Yana parkovkalarga ahamiyat bersak, maktab bog'chasi bor, lokatsiya Indaba kafe, yangi Kamush Gamburg. Benam notojniyat tutilgan ekan. Oq svet. Salonimiz ham keng tushgan ekan. Radiatorlarimiz qo'yilib o'tilgan. Joyimiz o'rtaliq. Karush tom, pena blok, gaza blok. Faqat naq pula obunachilarimiz lokatsiyasini gap bo'lishi mumkin emas. Asosiy liniyamiz 7 marshrutga berdi, yana bir mehmonxonamiz. Narxina kelsak, metr kvadrati 6.500 ming so'mdan. Doğrumuz yine Palon dükan, Kamush Gamburg. Size telefon esetaman müracaat için 88 510 30 aloqa chiqarsa. Sağlıkta, amanlıkta görüşünce sağ olun.